Ishimasa uchiga qo'l ko'tarib. Bo'lmasa mana shu bezalab tashlayman. Uning tushib keladi. Dini hamiga men aytayapman. Bezalab tashlayman hozir mana shu. Qo'limdan keladi. 100 gramm ichib 8 gramm kayf qilib ko'chada xalq oldida yana mani xotinimni xalqqa chiqding, oilamni sharmanda qilding, oilaviy problemamdi deb gapirib, ko'chada odamlarni oldida o'zini oilasini sharmanda qilib, ayoliga qo'l ko'tarishiga uyalmagan erkak. O'sha san tug'ilganingdan shu yoshingga yetgungacha onang katta qilib, senga nima bo'lsa qarab yetib, ustingni toza qilib, ovqatingni pishirib, ketingni tozalab yurgan onang bo'lsa, onangdan keyingi ayol xotining sani ko'chada obro'yini to'kib, qadrini, hammasini bir teng